Barchaga salom. Bugun biz Minecraftda skin yaratishni o'rganamiz. Mana hozir menda ham skin bor. Bugun shunday skin qo'shishni o'rganamiz. Birinchi navbatda Play Marketga kirib skin boy deb yozamiz. Va qidiruv birinchi chiqqanini yuklaymiz. Hozir o'rnatiladi. Ochishni boshlamizda. Bu o'zimiz uchun xohlagan skinni tanlab olamiz. Xohlagan skinni tanlab downloadni bosamiz. Va to gallery. Keyin esa mana bu anaqani bosgandan keyin skin mana bu yerda paydo bo'ladi. Va biz chiqib ketamiz. Minecraftga kiramiz. Biz skindan shu browserni bosamiz. Bu yerda boy skinni bosib, shu o'rnatgan skinlar ustiga bosasizlar. Va bittasini tanlaysizlar. Alex yoki Steve. Menga Steve yaxshiroq. Qarabsizki, bizda skin bor. Video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalga obuna bo'ling. Barchaga xayr.